Aka! O aka! Ha, vahima qilyapsan. Aka, tez eshikni oldiga chiqing. Ishqilib tinchlik bo'lsin-da. O, Qalay aka? qayerdan olding? Arendaga bo'lsa ham bosib yordim aka. Qanday ro'zg'orga sizga yordam bo'lsin dedim-da. Salam katta bola bo'lib qolsan-da. Moro bo'lsa, tegidan shamol o'tib yursin, kam. Ko'rmanasiga nima olib beray? Agar pulingiz bo'lsa, bitta chexol olib bering. Ha, bitta chexol ekani. Hali olib beraman. O kattasanmi? Joylaringda yo'qsanmi? Sanchi? Yaxshimisan? Maqta yuribsan bozorlarda. Sindosh, necha yil bo'ldi ko'rishmaganimizga. Ha, ukam mashina olgan ekan arendaga. O'shanga bir ko'rmanasiga chexol olib beraymi dedim. Yaxshi bo'pti. Shunaqa okalar ko'paygani yaxshi. Yur, tanishim bor, zo'r chexol olib beraman, ketdi. Sanjar qimmat emasmish qilib. O'rtoq, o'pdim joyiga, yur ketdi. Hoji ukam, sinfdoshim kelib qopti. Chexollarni zo'rini ko'rsat. O'zi nima mashina o'rtoq? Spark aka. Assalomu alaykum. Bor aka, 250 mingdan 400 ming so'mga sifatiga javob akam. Sifatiga javob bo'lsa aka, 400 mingligidan. Mana yashilidan qilib bering. Rahmat aka. Bo'pti ukam. Sanjar? Ha. Qattiq arzon ekan, nimaga? Betda o'ptim sotishadi. Betda borib ko'pchilik bilmaydi. 3.225 mana yozib ol. Misol og'aynilaring bo'lsa bemalol anaqa qilgan. Eng arzon Xitoy ham betdan olyapti. Hozirgi kunda. Ukam xursand bo'ladi. Ha, ketdi. Rahmat. Aziz, Ha aka? baq qarab yor. Hozir. Ha, labbi aka. Ukajonim, mendan senga hadiya. Yaxshi kunlaringni haydab yur. Rahmat aka. Qadan ham mehribon akam, boringizga shukr aytaman. Aka jonim o'zimni aka.